Bugun men juda muhim va ko'pchilikni xavotirga solayotgan masalani ochiq tushuntirib beraman. Qariyalarni davolamaslik buyrug'i chiqibdi. Shifoxonalarda yangi qoida bor ekan. Yoshi katta bemorni qabul qilmay qo'yishar ekan degan gaplar qanchalik to'g'ri, qanchalik noto'g'ri va oddiy odam bunday vaziyatda nima qilishi kerak? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki har birimizning ota-onamiz, bobo-buvimiz, yaqinlarimiz bor. Iltimos, hozir kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday mavzularni ko'proq odam ko'rishi kerak. Men bu mavzuni vahima qilish uchun emas, aniq tushuntirish uchun ko'taryapman. Chunki tibbiyotda davolamaslik degan so'z xalq orasida juda qo'rqinchli eshitiladi. Lekin amaliyotda bir nechta turli holatlar bor. Shoshilinch yordam, rejali davolanish, navbat, kvota, reanimatsiya, palliativ yordam. Bemorning ro'zilligi, qarindoshlarning taqabi, shifokorning tibbiy xulosasi. Bularning hammasi bir xil narsa emas. Agar ularni farqlamasak, odam o'z huquqini ham bilmaydi. Shifokorni ham noto'g'ri ayblashi mumkin. Avval qanday edi? Avval ham shifoxonalar bemorning holatiga qarab qabul qilgan. Masalan, yurak xuruji, insult, og'ir nafas qisishi, qo'l ketishi, hushdan ketish, yuqori isitma bilan alahsirash. Qandli diabetda koma xavfi kabi holatlarda bemor yoshi nechada bo'lishidan qat'iy nazar shoshilinch yordam olishi kerak. Bu yerda u 75 yoshda, u 22 yoshda. U juda qari degan bahona asosiy mezon bo'la olmaydi. Shoshilinch holatda asosiy savol bitta. Bemorning hayotiga xavf bormi yoki yo'qmi? Hozir nima o'zgardi? Ko'plab joylarda tibbiyot tizimi tartibga solinmoqda. Elektron navbat yo'llanma, oilaviy shifokor orqali mutaxassisga borish. Reja asosida operatsiya, kvota, sug'urta yoki byudjet mablag'i bilan davolanish. Birinchi navbatda og'ir bemorlarga yordam ko'rsatish kabi tartiblar kuchaymoqda. Bu qariyalarni davolamaslik degani emas. Lekin amalda muammo shundaki, ba'zi xodimlar bu qoidalarni odamga tushunarli qilib aytmaydi. Natijada qarindosh eshik oldida joy yo'q, yo'llanma olib keling. Bu yoshda operatsiya xavfli. Uyda parvarish qiling degan gapni eshitadi va buni davolashmayapti deb tushunadi. Men aniq aytaman, yoshning o'z bemorini davolamaslik uchun yetarli sabab emas. Lekin yosh bilan birga keladigan kasalliklar yurakning zaifligi, buyrak yetishmovchiligi, o'pka muammosi, qon suyultiruvchi dorilar, oldingi insult, xotira pasayishi, yotib qolganlik, infeksiya xavfi davolash rejasini o'zgartirishi mumkin. Masalan, girdim yoshli odamga qilinadigan operatsiya 85 yoshli odamda boshqa tayyorgarlik, boshqa narkoz, boshqa kuzatuv, ba'zan esa umuman boshqa davolash usulini talab qiladi. Bu rad etish emas, bu xavfni hisoblashdir. Kim xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda uyida yoshi katta, surunkali kasalligi ko'p bo'lgan odam bor oilalar hushyor bo'lishi kerak. Masalan, 70 yoshdan oshgan, yurak yetishmovchiligi bor. Bosimi tez-tez baytaqimga chiqadigan, qand kasalligi 10 yildan oshgan. Buyragi yomon ishlaydigan, nafas qisishi bor. Oldin insult o'tkazgan bemorlar alohida e'tibor talab qiladi. Chunki bunday odamlarda kasallik birdan og'irlashishi mumkin. Kechqurun oyoq shishi ertalab nafas qisishga aylanishi mumkin. Oddiy shamollash pnevmoniyaga o'tishi mumkin. Qand ko'tarilishi hushning chalkashishiga olib kelishi mumkin. Kim juda vahma qilmasligi kerak? Agar yoshi katta odam o'zini yaxshi his qilsa, bosimi nazoratda bo'lsa, qandi nazoratda bo'lsa, shifokor ko'rigidan o'tib tursa, dorilarni vaqtida ichsa, unda endi qariyalarni hech kim davolamaydi deb qo'rqish kerak emas. Rejali tekshiruvlar, tahlillar, kardiolog, nevropatolog, endokrinolog. Jarroh ko'rigi odatdagi tartibda davom etadi. Faqat hujjatlar to'g'ri bo'lishi yo'llanma, eski tahlillar, qabul qilingan dorilar ro'yxati tayyor turishi kerak. Birinchi misol. 78 yoshli otaxonning bosimi 200 ga chiqdi. Ko'kragida og'riq bor. Chap qo'liga tarqayapti, sovuq ter bosyapti. Bunday holatda ertaga poliklinikaga boring deyish xavfli. Bu yurak xuruji belgisi bo'lishi mumkin. Tez yordam chaqiriladi, EKG qilinadi. Kerak bo'lsa shifoxonaga olib boriladi. Agar shifoxonada joy yo'q deyilsa ham, shoshilinch yordam ko'rsatilishi, holati baholanishi, zarur dori berilishi, boshqa muassasaga yo'naltirish tartibi tushuntirilishi kerak. Qarindosh esa shunchaki uyga qaytib ketmasligi kerak. Bizga yozma xulosa bering, nima sababdan yotqizilmayapti, qaysi muassasaga boramiz deb so'rash kerak. Ikkinchi misol. 84 yoshli buvining tizzasi og'riydi, 5 yildan beri artroz bor. Yurishi qiyinlashgan. Qarindoshlar darhol operatsiya qilinglar deydi. Shifokor esa yurak, o'pka, qand, qon ivishi, buyrak tahlillarini ko'rib, hozir operatsiya xavfi yuqori, avval tayyorlash kerak deyishi mumkin. Bu ham davolamaslik emas.
Bunday vaziyatda doğru fizioterapiya, og'riqni kamaytirish, tayoq yoki yurish moslaması, vazn nazorati, reabilitatsiya, keyin esa xavf kamayganda operatsiya masalasi ko'riladi. Agar shifokor shunchaki yoshi katta operatsiya qilmaymiz desa, bu yetarli izoh emas. U tibbiy sababni yozishi kerak. Masalan, yurak yetishmovchiligi og'ir, narkoz xavfi yuqori, hemoglobin past, infeksiya bor, qon nazoratsiz. 3-misol. 9 yoshli bemor yotib qolgan, ovqat yutishi qiyin, bir necha marta pnevmoniya bo'lgan, tanasi juda zaif. Qarindoshlar reanimatsiyaga yotqizishni talab qiladi. Shifokor esa asosiy kasallik oxirgi bosqichda. Reanimatsiya foydasi juda kam. Bemorga og'ir muolajalar azob berishi mumkin deb aytishi mumkin. Mana shu joy eng nozik masala. Tibbiyotda har doim hamma narsani qilish degani ham to'g'ri bo'lavermaydi. Ba'zan asosiy maqsad odamni qiynaydigan muolajalarni ko'paytirish emas, og'riqni kamaytirish, nafasni yengillashtirish, parvarishni to'g'ri tashkil qilish, infeksiyani nazorat qilish. Yaqinlari bilan muloqotda bo'lishiga imkon berish bo'ladi. Bu palliativ yordam deyiladi. Palliativ yordam tashlab qo'yish emas, aksincha bemorning holatiga mos rahmli va tibbiy asoslangan yordamdir. 4-misol. 72 yoshli ayol qand kasalligi bilan yashaydi. Oyog'ida yara paydo bo'lgan. U 2 hafta uyda malham surtib yuradi. Keyin yara qorayadi, isitma chiqadi. Shifoxonaga borganda jarroh kech kelibsiz, infeksiya chuqurlashgan deydi. Bunday holatda qarindoshlar ko'pincha bizni davolashmadi deydi. Lekin asl muammo kech murojaat qilish bo'lishi mumkin. Qand kasalligida oyoqdagi kichik yara ham xavfli. 1 santimetr yara 10 kun ichida katta muammoga aylanishi mumkin. Shuning uchun yoshi katta diabetik bemorda oyoq tekshiruvi, yara bo'lsa darhol shifokorga ko'rsatish, qonni nazorat qilish juda muhim. Endi istisnolar va ko'zga ko'rinmaydigan nozik jihatlarni tushuntiraman. Birinchi nozik jihat. Joy yo'q degan gap. Haqiqatan ham shifoxonada o'rin cheklangan bo'lishi mumkin. Lekin bu bemorni eshikdan qaytarish degani emas. Shoshilinch holatda bemor ko'rilishi, holati baholanishi, kerakli birinchi yordam berilishi. Zarur bo'lsa boshqa shifoxonaga yuborilishi kerak. Rejali holatda esa navbat, yo'llanma muddat bo'lishi mumkin. Demak, siz joy yo'q degan gapni eshitsangiz darhol aniqlashtiring. Bu shoshilinch holat uchunmi yoki rejali davolanish uchunmi? Qaysi sanaga yozilish mumkin? Qaysi bo'lim qabul qiladi? Yozma tavsiya bormi? Ikkinchi nozik jihat, bu yoshda foydasi yo'q degan gap. Bu juda ehtiyotkorlik bilan aytilishi kerak bo'lgan jumla. Chunki ba'zi muolajalar haqiqatan ham foyda bermasligi yoki xavf foydasidan ko'p bo'lishi mumkin. Lekin shifokor buni umumiy gap bilan emas, bemorning aniq holati bilan tushuntirish kerak. Masalan, operatsiya qilmaymiz, chunki bemorning yurak chiqarish fraksiyasi 25%, buyrak ko'rsatkichlari og'ir, infeksiya bor, narkoz xavfi juda yuqori desa, bu tibbiy izoh. Ammo qariku, nima qilasiz desa, bu noto'g'ri yondashuv. 3-nozik jihat, qarindoshlar va bemorning xohishi. Agar bemor shunda bo'lsa, fikrni tushunarli ayta olsa, u o'z davosi haqida qaror qabul qilishda ishtirok etishi kerak. Ba'zan farzandlar onamga aytmang, operatsiya qiling deydi, lekin bemorning o'z rozi emas. Ba'zan aksincha, bemor davolanishni xohlaydi. Qarindoshlar esa xarajat yoki parvarishdan qo'rqib kerak emas deydi. Tibbiy etikada bemorning roziligi juda muhim. Shuning uchun shifokor bilan gaplashganda bemorning o'zi ham agar imkoni bo'lsa suhbatda qatnashsin. 4-nozik jihat, reanimatsiya va jonlantirish masalasi. Odamlar buni ko'pincha noto'g'ri tushunadi. Reanimatsiya faqat apparatga ulash degani emas. Bu og'ir holatdagi bemorni doimiy kuzatish, nafas, yurak, qon bosimi, suyuqlik, infeksiya, dori dozalarni nazorat qilish tizimi. Lekin reanimatsiya har doim ham kasallikni tuzatib yubormaydi. Juda zaif, ko'p a'zolari ishlamayotgan, asosiy kasalligi oxirgi bosqichda bo'lgan bemorda reanimatsion muolajalar natijasi juda cheklangan bo'lishi mumkin. Shunda shifokorlar foydasi kam, xavfi ko'p deyishi mumkin. Bu qaror bir odamning kayfiyati bilan emas, tibbiy ko'rsatmalar, konsilium hujjatlashtirilgan xulosa asosida bo'lishi kerak. 5-nozik jihat, pullik va bepul xizmatlar aralashib ketishi. Ba'zi oilalar shifoxonaga borganda nimasi bepul, nimasi pullik, nimasi kvota, nimasi yo'llanma bilan ekanini bilmaydi. Shu sababli pul bermasak davolashmaydi degan taassurot paydo bo'ladi. Men bunday holatda har doim aniq savol berishni maslahat beraman. Bu xizmat davlat hisobidanmi yoki pullikmi? Pullik bo'lsa rasmiy narxlar ro'yxati qayerda? Chek beriladimi? Bepul tartibda olish uchun qanday hujjat kerak? Og'zaki gapga tayanib qolmang. Rasmiy javob, yo'llanma, kvitansiya,
xulosa bo'lishi kerak. 6-chi nozik jihat uyda parvarish masalasi. Yo'qish katta odam shifoxonadan chiqarilganda qarindoshlar hali yaxshi bo'lmadi-ku deb o'ylaydi. Lekin shifoxonaning vazifasi ba'zan hayot uchun xavfli holatni barqarorlashtirish, keyin uyda yoki poliklinikada davom ettirish bo'ladi. Masalan, pnevmoniyada isitma tushdi, kislorod yetishmovchiligi kamaydi, antibiotik kursi belgilandi, bemor uyda ichadigan dori bilan davom ettirishi mumkin. Bu normal holat. Ammo chiqarishda sizga yozma epikriz, dorilar nomi, dozalari, qachongacha ichishi, qaysi belgilar bo'lsa qaytib kelishi, keyingi ko'rik sanasi tushuntirilishi kerak. Endi eng muhim qism, siz nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, uyda yoshi katta odam bo'lsa, uning hujjat papkasini tayyorlab qo'ying. Pasport yoki shaxsni tasdiqlovchi hujjat nusxasi, tibbiy karta, oxirgi tahlillar, EKG, UZI, rentgen yoki KT javoblari, kasalxonadan oldingi chiqish xulosalari, qabul qilayotgan dorilar ro'yxati, allergiyasi bor yo'qligi yozilgan varaq bo'lsin. Dorilar ro'yxatida faqat nom emas, doza ham yozilsin. Masalan, ertalab 5 mg, kechqurun 10 mg, chunki shifoxonada eng ko'p vaqt yo'qotiladigan joylardan biri shu. Qarindosh qizil dori ichadi, bosim dorisi bor deydi. Lekin nomini bilmaydi. Ikkinchi qadam, shoshilinch belgilarini yodda tuting. Ko'krak og'rig'i, nafas yetishmasligi, yuz yoki qo'l oyoqning bir tomoni ishlamay qolishi, nutq buzilishi, hushdan ketish, qon ketish, qora nijas, qattiq qorin og'rig'i, 39 darajadan yuqori isitma, alahsirash, qon juda ko'tarilishi yoki tushib ketishi, siydik chiqmay qolishi, yiqilib bosh urish, suyak sinishdan shubha bo'lsa kutmang. Tez yordam chaqiring yoki eng yaqin shoshilinch bo'limga boring. Bunday vaziyatda ertaga ko'ramiz, xavfli bo'lishi mumkin. 3-chi qadam, shifoxonada og'zaki rad javobini qabul qilib jim ketmang. Men janjal qiling demayman. Aksincha, xotirjam, aniq va yozma ishlang. Bemor ko'rildimi? Tashxis taxmini nima sababdan yotqizilmayapti? Qaysi bo'limga murojaat qilamiz? Qanday davolash tavsiya qilindi? Iltimos yozma xulosa bering deb so'rang. Agar haqiqatan ham yotqizish kerak emas bo'lsa, bu xulosada ko'rsatiladi. Agar bemor og'ir bo'lsa, yozma xulosa so'ralganda ko'pincha masala jiddiyroq ko'rib chiqiladi. 4-chi qadam, bo'lim mudiri yoki navbatchi mas'ul shifokor bilan gaplashing. Ba'zan registratura yoki qabulxonadagi xodim umumiy javob beradi, lekin masalani hal qiladigan odam boshqa bo'ladi. Siz men navbatchi mas'ul shifokor bilan gaplashmoqchiman deb ayting. Tashxis, xavf, yotqizish zarurati boshqa muassasaga o'tkazish imkoniyati shu darajada muhokama qilinadi. Agar bemor juda og'ir bo'lsa, konsilium so'rash mumkin. Konsilium degani bir nechta mutaxassis birga ko'rib qaror chiqarishi. 5-chi qadam, shikoyat qilish kerak bo'lsa, uni hissiyot bilan emas, fakt bilan yozing. Bizni yomon ko'rishdi degan gapdan ko'ra, falon sana, falon vaqtda, falon shifoxonaning qabul bo'limiga murojaat qildik. Bemorda falon belgilar bor edi. Yotqizish rad etildi, yozma xulosa berilmadi degan mazmundagi murojaat kuchliroq. Murojaatda bemorning ismi, tug'ilgan yili, aloqa raqami, mavjud hujjatlar, tahlillar, kim bilan gaplashganingiz, siz nimani so'rayotganingiz aniq yozilsin. Siz rahbariyatga, sog'liqni saqlash bo'limiga, sug'urta yoki mas'ul tashkilotga, bemor huquqlari bilan shug'ullanadigan idoralarga murojaat qilishingiz mumkin. 6-chi qadam, shifokordan ikkinchi fikr oling. Ayniqsa katta operatsiya, reanimatsiya, onkologiya, insultdan keyingi davolash, oyoq amputatsiyasi, yurak amaliyoti kabi masalalarda bitta fikr bilan cheklanmaslik mumkin. Ikkinchi fikr olish shifokorga ishonmaslik degani emas. Bu murakkab qarorlarni to'g'ri qabul qilish usuli. Bitta shifokor xavfni juda yuqori deb baholasa, boshqa markazda boshqacha texnik imkoniyat bo'lishi mumkin. Yoki aksincha ikkinchi mutaxassis ham xavf yuqori desa, oila vaziyatni yaxshiroq qabul qiladi. 7-chi qadam, uy parvarishini o'rganing. Yoshi katta bemor uchun davolanish faqat ukol va tabletka emas. Bosimni kuniga 2 mahal o'lchash, qonni nazorat qilish, yotoq yarasining oldini olish, to'g'ri ovqatlantirish, suyuqlik miqdorini nazorat qilish, oyoq terisini tekshirish. Yiqilishdan himoya qilish, dorilarni chalkashtirmaslik, uyda havo aylanishi, harakat mashqlari ham davolashning bir qismi. Masalan, yotib qolgan bemor har 2 soatda yonboshga ag'darilmasa, bir necha kunda yotoq yarasi paydo bo'lishi mumkin. Yotoq yarasi esa keyin infeksiya, og'riq, isitma, hatto sepsisga olib kelishi mumkin. 8-chi qadam, dorilarni o'zboshimchalik bilan to'xtatmang. Ko'p qariyalar bosimi tushsa, bosim dorisini ichmay qo'yadi. Qandi bir kun yaxshi chiqsa, diabet dorisini to'xtatadi. Qon suyultiruvchi dorini qonim suyulib ketmasin deb ichmaydi.
Bu juda xavfli. Dorini kamaytirish yoki to'xtatish faqat shifokor bilan kelishilgan holda bo'lishi kerak. Ayniqsa yurak, insult, qand, qon bosimi. Epilepsiya, qalqonsimon bez, buyrak va qon suyultiruvchi dorilarda ehtiyot bo'ling. 9-qadam, qarindoshlar o'zaro kelishib oling. Og'ir bemor atrofida eng katta muammolardan biri oilaning ichki kelishmovchiligi. Bir farzand reanimatsiya kerak deydi, ikkinchisi uyga olib ketamiz deydi. Uchinchisi pul sarflamaymiz deydi. Shifokor esa bunday vaziyatda aniq qaror kutadi. Shuning uchun oldindan bir mas'ul qarindosh tanlang. U hujjatlarni olib yuradi, shifokor bilan gaplashadi, ma'lumotni boshqalarga yetkazadi. Bu tartib stressni kamaytiradi va qarorlarni tezlashtiradi. 10-qadam, har bir rad javobini qariyalarga qarshi qo'ydi deb qabul qilmang. Lekin har bir noaniq javobni ham jim yutmang. Mana muvozanat shu. Ba'zan shifokor haq bo'ladi. Muolaja xavfli, joy rejali, avval tahlil kerak. Bemor uyda davom ettirishi mumkin. Ba'zan esa tizimda e'tiborsizlik bo'ladi. Bemor yetarli ko'rilmaydi, yozma xulosa berilmaydi, qarindoshga tushuntirilmaydi, yosh bahona qilinadi. Sizning vazifangiz janjal emas, aniq ma'lumot va hujjat talab qilish. Demak, men bugun aniq aytmoqchiman. Qariyalarni davolamaslik buyrug'i degan gapni umumiy vahima sifatida qabul qilish to'g'ri emas. Tibbiyotda yosh bo'yicha emas, holat, xavf, foyda, shoshilinchlik tibbiy ko'rsatma bo'yicha qaror qilinishi kerak. Lekin amalda har bir oila o'z huquqini bilishi, hujjatlarni tayyor tutishi, shoshilinch belgilarini tanishi, yozma xulosa so'rashi va kerak bo'lsa ikkinchi fikr olish shart. Men sizdan so'rayman. Sizning hududingizda yoshi katta bemorlarni qabul qilish, shifoxonaga yotqizish, tez yordam kelishi bilan bog'liq qanday holatlar bo'lgan? Izohlarda yozing, boshqalar ham tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Chunki men bunday muhim tibbiy va ijtimoiy mavzularni oddiy tilda, aniq misollar bilan tushuntirishda davom etaman.